Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, bloger Xannaning eri G'ayrat aktrisa Zarina Yo'ldoshevaga uylanmoqda. Sobiq turmush o'rtog'ini to'yiga Xanna munosabat bildirdi. Har kim baxtli bo'lishga haqli. Ko'p muxlislari menga turmush o'rtog'imni uylanayotganini rasmlarini tashamoqda. Nima ham derdim, baxtli bo'lsin. Men hozir siqilib tushkunlikka tushganimning foydasi yo'q, yaxshisi o'zimni qornimni g'amlayman. Ko'pchilik turmush o'rtog'imdan ajrashganimdan so'ng yanada go'zallashganimni, ochilib ketganimni ko'p bor ta'kidlashdi. Ha, to'g'ri, yanayam go'zallashdim, chunki tergaydigan turmush o'rtog'im yo'q. O'zimga xon, o'zimga bekman, deydi bloger Xanna. Aziz muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni unutmang. Videomiz davomli bo'lishi uchun like bosib qo'ying, bu bizga suv va havodek zaril. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda yozib qo'ying, biz buni albatta o'qib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.